Tak, Cherry Yeti Pro mashinamizni korobkasini yog'larini ham to'kamiz. Bu mashinada ikkinchi zamonasi. Bundan oldin bir marta yog'ini alishtirganmiz. Mana ahvoli. Ancha qarayib ketibdi yog'i. Bunda endi paddonlari ham ochiladi. Ikkala filtrni ham yangilaymiz. Tak, mana ochdik. Mana kichkina filtri. Mana katta filtr mana ichi. Mana shu katta filtr. Ikkalasi ham zamona bo'ladi. Birinchi zamonada mana filtr zamona bo'lmaydi. 30 ming, 35 ming, 40 mingda. Ikkinchi zamonasida ikkalasi ham zamona bo'ladi. Mashina 65 ming yurgan. Qaror 30-35 mingda korobkan yog'larni alishtirib olsangiz yaxshiroq bo'ladi. Bizada nalishida filtr korobkagacha nalishida bu. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilib kelaverasizlar.